Assalamu alaikum. Əməklərinki muş vaxtınla xeyirlik olsun. Bugün 2021 yıl 6. ayınki 18. günü cümə, geç saat 6'da biz Avrupa Uyghur Akademiyasınınki söhbət proqramlarınınki bir bolğan muş Avropada xizmət tepiş fürsətləri və onun da diqqət qilishga tegishli bir qism ishlar haqida söhbət uyushtirdik. Mening ismim Abdushukur Abdurashid. Ben 2000 yılı şu doktorluk okuşunu bitirgandan yaqi 21 yıldan yaqi uçur texnik sahasida xizmat qilyapman. Hozir Shveysariya Davlatlik telekomniki uçur texnika idorasida bulut supsi yeshim loyihalaguvchisi bo'lib ishlayman. Bugungi programmamizga Fransiyadan Avrupa Uyghur Akademiyasınınki muavir reisi Dr. Memtimin Abbas, bizninki şu Avrupa Uyghur Akademiyasınınki heyet grupsınınki əzalardan biri bolğan Azizcan Abidin ve bizninki aktif əzalarımızdan biri bolğan Varis Canbaz bugün programımızga qatnaşıp turuptu. Hammalar hoş geldinglar. Hoş bulduk. Andaq bolsa Әміміз қысқаша бір өзімізді tanıştırıp öteyli. Qana doktor Memtimin Abbas bir özünüzü tanıştırıp ötseniz. Assalamu alaikum aziz qarindoshlar. İsmim Memtimin Abbas. Ben doktorluqni tamamlagandan keyin 2006 yıldan başlap şu İtalyada, Avstriyada, Fransiyada doktorlaştı bo'lib xizmat qildim. Andan keyin 2013 yıldan hozirgacha şu Fransiya davlatlik tadqiqot markazida tadqiqotchi bo'lib ishlab kelyapman. Mening tadqiqot qilgan soha fizika, ximiya, hamda asosan fizik tarafda. Lekin organik elektronik materiallar ustida tadqiq qilgandan keyin shu bu fizik, ximiyaga doir bo'ladi endi. Shunchalik bo'lsin. Qani doktor Varis o'zingizni bir tanishtirib o'tsangiz. Assalamu alaikum qarindoshlar. Mening ismim Varis Abdukarim Canbaz. Men o'qish tamomlagandan keyin shu kompyuter sohasida xizmat qilib keldim. Hozirgi xizmat o'rnim shu BNP Paribas deb bir bank bor edi. Shuningda kasbiy xodimlar va shirkatlarga ijaraga berish yoki qarz berish degandek bir ishlarni qilgan bir kompyuter supsi bor. Shu bir muhim sifatda shuning şu bir spa ve şununla ulaştık yani bir application demiş şunun mesulü bu işler mi? Başka yana değiştik yok kemri saptı kalan yani. Rahmet qalan gepler bolsun asta değilsek buladı aldığımızdık saatte. Rahmet Azizcan. Assalamu alaikum qarindoshlar, qanday bo'linglar, yaxshimi? Men Aziz Abidin. Men shu 2002 yili Shveysariyaga kelib magistrlik o'qishga kelgan. Shundan keyin o'qishni tamomlagandan keyin Shveysariyadagi 3-4 shirkatlarda burun o'tirdagi bir rayondagi bir shirkatlardan keyin Stockholmga yetkazib kelibmish. Stockholm'da 10 yıldan beri iki şirketler olmuşup telekom, ondan keyin şu ağır sanat maşılardayız, ondan keyin şu otomatlaştırış şu sahalarda hizmet qilib geldim. Hem de hazır bolsa şu elektr sahasını otomatlaştırış şu sahada yaqında bir hizmet almışıp şu qattiq detalga yaqin holatda programma tuzish sistemlash shu sohada ishlab kelyapman. Rahmat. Andaq bo'lsa programmamizninki ikkinchi qismida shu o'zimizninki hozirgacha bo'lgan xizmat tajribalarimizning asosida bir qism to'plagan tajribalar, undan keyin shu Yevropada bo'lib ish izlash fursatlari haqida to'xtalib o'tamiz. Ndaq bo'lsa ekranni bir ko'rsatay. Men oldi bilan shu uçur texnik sohasida ozroq so'zlab bermoqchi, oldimizdagi 10 minut atrofida. Bugun mening so'zlamoqchi bo'lganim
bir qancha tema bu yerda men oldi bilan deb qo'ymoqchi bo'lganim meningki bugun so'zlamoqchi bo'lgan nimamda men xizmatga qandaq iltimos qilish yoki nega iltimos qilish xizmat iltimos qiladigan yerlarda qancha pul maosh oladi degan temalar haqida so'zlamayman. Asosiy so'zlaydigan narsam nima deganda shu abay men deb o'tgandek 21 yilning yo'q men shu uchur texnik sohasida xizmat qilyapman. Bu sohadagi o'zgarishlar hozirgacha nima o'zgarishlar bo'lyapti hamda chunki bu xizmat tepish nimasiga bevosita taqildigan bo'lgan holda shu uchur texnik sohasida bo'layotgan bir qism o'zgarishlar haqida so'zlayman. Oxirgi kelgan vaqtida qaysi sohalar navbatda eng qiziq nimalar bo'lyapti shu to'g'riliq so'zlamoqchi. Yana keyin oxirida deydiganim men bir odam qabul qilgan bir organda ishlamayman. Qilgan xizmatim faqat uchur texnik sohasida. Shuning uchun men so'zlaydigan narsalar faqat uchur texnik sohasi bilan nima bo'ldi. Endi oldingi shu 20 yilga yaqin shu xizmat tajribamdagi o'zgarishlarga qaraydigan bo'lsak, bu uchur texnika biz uchur davriga kirdik dedik. Uchur davriningki hozir shu eng yuksak pallasida turyapmiz. Masalan, shu uchur texnikasi degan vaqtida uchur texnikasi har qanday bir sanoatningki umurtqisiga aylanadigan. Uchur texnikasi masalan degan vaqtida oddiysi biz biladigan kunlik turmushimizda uchrab turadigan bank sohasi bo'lsin yoki bo'lmasa shu tadqiqot sohalarida bo'lsin, endi bu uchur texnikasidan ayrilanmaydigan bir holat keldi. Undan keyin shu bexatarlik va sonliq ma'lumotlarningki qayerda saqlanishi degandek temalar nihoyat muhim temaga aylanishi kerak. Masalan, Yevropada deydigan bo'lsak, sonliq ma'lumotni saqlashningki umumiy qonuniy degandek bir qonunlar o'tirib qo'yildi. Ya'ni sonliq ma'lumotlar qanday saqlandi, kimlar tarafidan saqlandi, uning keyindan kimlar ruxsat qilish kerak bu sonliq ma'lumotni saqlashga yoki bo'lmasa sonliq ma'lumotlarning bir taraf qilishi qanday shaklda olib berildi degandek narsalar nihoyat muhim tema. Masalan, bizning shaxsiy uchurlarimiz ma'lum bir elektronlik mulozimat qilgan shirkatlar saqlangan bo'lsa, agar bizning sonliq ma'lumotlarni boshqalarga berish yoki xohlagancha ishlatish hozir cheklandi masalan. Uning keyindan yangi bir bo'layotgan o'zgarish nima degan vaqtida shu sonliq ma'lumot yangi zamonningki nefti degan bir nimalar bo'lyapti. Bu yerda neft degandan albatta buni bevosita ishlatilmaydi. Buni albatta uni bartaraf qilish kerak. Bartaraf qilish, ya'ni cheklash kerak. Cheklash nima degan vaqtida masalan shu sanoatda ko'p so'zlanayotgan shu sun'iy aql, uning keyindan ma'lum bir hodisning yuz berishidan burun hodisningki yuz berishidan oldin ma'lumot berib yangi bir soatga hozir o'ttirib chiqyapti. Uning keyindan shu bozorga chiqish, yangi mahsulotlarni bozorga chiqish yoki bo'lmasa mulozimatniki tez nima qilishi bu nihoyat bir muhim temadan birisi bo'lganligi uchun shu avtomatlashtirish, har qanday vaqtda yangi narsalarni kirgizish yoki chiqarish degandek narsalar burunqidan tez bo'lyapti. Demak, hozir bu yerda nima bo'lyapti degan vaqtida uchur texnikasini asos qilgan bir zamondan biz hozir yangi bir insonni asos qilgan madaniyat yo'nalishiga qarab o'zgaryapmiz. Uning keyindan 10 yilning oldida yoki undan burunroq vaqtlarda shu yumshoq texnika, yumshoq detal texnikasi qatorliq narsalar ancha cho'ng tema emas. Masalan, yumshoq detal texnikasiga munosabatli narsalarning hammasi Hindistonga o'xshash yoki Sharqiy Yevropaga o'xshash davlatlarda taraqqiy qildirib, andan keyin Amerikaningki ishlab chiqaruvchi shirkatlar orqali Yevropa bozoriga sunilayotgan bo'lsa, hozir shu yumshoq detal programmalashma nihoyat muhim bir temalarga aylanib qoldi. Masalan, bugungi kunlikda Python yoki JavaScript o'xshash narsalarningki bilish muhim bir asos bo'lib qoldi. Andan keyin burun uchur texnikasida har qanday bir muzokara avval CPU mashina muzokarasidan boshlangan bo'lsa, mashinaga ko'ra yumshoq detalga ko'ra ishlatgich qurollar qurilgan bo'lsa, bugungi kunlikda mashin to'g'riliq so'zlashish asosan modadan qolganlik. Ya'ni shu mulozimatchisiz texnikalarni bir yerga akilish modulliq. Ondan keyin burun masalan ma'lum bir sohada masalan nihoyat cho'nqurlab kirib turib, men bu sohaning ahli degan bo'lsa, uzun muddatgacha bir sohada xizmat qilib ketadigan bilan, masalan men
faqat saqlag'uchi to'g'riliq bir narsani bilaman yoki bo'lmasa men qattiq detal to'g'riliq bir narsa bilaman yoki yumshoq detal to'g'riliq bir narsa bilaman degan bo'lsa bugungi kunlikda nima degan vaqtida ya'ni hamma sohadan bak chunqur bo'lmasimi bilim bo'lish talab qilinadigan ya'ni maxsuslikdan umumlikqa qarab nima qiladigan narsaga aylandi. Undan keyin burun masalan mulozimatlar rayon darajalik bo'lgan bo'lsa, endi hozir ko'pincha mulozimatlar yer shalish qarab yuz beryapti. Undan keyin shu yaqinqi 7-8-10 yilning yoqi bo'layotgan nayt cho'ng o'zgarishning birisi nima degan vaqtida ko'pincha uchur texnika mulozimatlari yerlik salla markazlaridan data center degan shu salla markazlari deyli. Shu sohadan bo'layotgan bo'lsa, hozir demak asosda bu texnika mulozimatlari bulut supsiga yetkilyapti. Chunki shu sonliq ma'lumotlarni saqlaydigan markazlarda ishlab baqqanlar bilishi mumkin. Buningki birsiga qanchalik darajada tanarqi ketadiganligi, anan keyin uningga ketadigan texnik xodimlarningki bilimi, ketadigan mashinalarningki tanarqi degandek narsani hisob qilgan vaqtida bu bulut supsi nurg'un qulayliklarni keltirib beryapti demaslar. Anan keyin biz burun ayrim bo'lgan sistemlarning gapini qilayotgan bo'lsak, bugungi kunda bir-biriga tutash bo'lgan, bir-biri bilan munosabatli bo'lgan sistemalar haqida gap qilyapmiz. Anan keyin burunqi sistemalar masalan kalampay, masalan siz mulozimatchini qo'rashdingiz, undan keyin ustiga mashg'ulot sistemasi bo'ldi, undan keyin sandan yoki bo'lmasa ishlatadigan qurollarni qilgandan keyin agar ma'lum bir sohada bir narsa o'zgartish to'g'ri kelsa, bütün sistemini o'zgartirish, hatto yilda 2 qatimdan ushiq o'zgartirib bo'lmaydigan holatda masalan Varis bankida ishlaganki Night obdan biladi. Odatda masalan bank sistemlarida yilda 2 qatimdan ushiq yakshanba kun soat 12 dan dushanba kun soat 2 gacha bo'lganlik yilda 2 qatimdan nima qilib sistemni o'zgartirib bo'lgan shunday bir kalampay sistem. Endi hozirgi yangi yuzlanish degan vaqtida evrishimchan, ya'ni monolitni microservice deganni kalampay evrishimchan deb shunday nima oldim. Demakchi o'g'limiz har qanday bir sistemni har qanday vaqt o'zgartirib bo'lib boshqa narsaga chetilmaydi degandek. Undan keyin burungi zamonlarda masalan oyda bir qatim bir texnikalik qo'llanmani o'qib qo'ysam, shu sohaniki mutaxassis bo'lib uzun yil yashag'ili bo'lgan bilan bugungi kunlikda kunda o'rganib turish, kunda bir narsani o'qib turish, chunki sistemning taraqqiyotini aytiz bo'lganligi uchun zamonning taraqqiyotiga moslashish degan temalar muhim bo'layotdi. Undan keyin burungi vaqtlarda masalan ko'pincha shirkatlarniki texnikalik xodimlarni yilda bir hafta cheniqish qavatib, shuning bilan texnikalik eng oldida qator turadigan holatga kelib qo'ygan. Ammo bugungi zamonda nima desa, cheniqishni kunda qilish kerak. Masalan, ko'pincha hollarda shu uchur texnikasida ishlaydigan odamlarning ko'pinchisi nayt kuchli bo'lgan bir xotir kompyuter bo'ladi. Adat ko'pincha vaqtlarda shu muhitni, hatto xotir kompyuterni o'zida yasab turib, bir narsalarni qilish orqali yangi narsalarni o'rganish hozirgi zamondagi nima muhim bir temalarni bir hisob qilish kerak. Undan keyin uchur texnikasida yana ta'kidlaydigan bir narsa nima degan vaqtida bu yuqori deganning hammasi qattiq nima deymiz, iqtidor. Shundaqla yumshoq iqtidorning bo'lishi talab qilinadigan bir narsaga aylanyapti. Masalan, burungi zamonlarda siz ma'lum bir texnikada bir narsani bilsangizlar, siz mutaxassis bo'lib ketaverasiz. Ammo bugungi kunlikda bu odam cho'qim oldi bilan shu guruhda, boshqa guruhlar bilan hamkorlashib ishlaydigan, anan keyin hatto ma'lum bir turlar kelgan vaqtida turga yetakchilik qila oladigan, turlarning iqtisodiy foydasi, ziyonlarini hisoblab qila oladigan, hatto ishlab chiqargan mahsulotlarni xaridorning oldiga berib sota oladigan shunday yumshoq iqtidorli insonlarning bo'lishini talab qiladi. Bu gaplarni men nima uchun dedim degan vaqtida, chunki bu soha hozirgi dunyoda eng moda bo'layotgan bir qancha temalarga chetiqliq. Masalan, burungi ma'lum bir xizmat sohalari bugungi kunlikda mavjud emas. Masalan, IBM mainframe deydigan bir texnika var. Bu shu qattiq detal sohasida eng yuksak texnika. Ammo mainframe'ni bilganlar bugun muzeyxonaga tava insonlarga aylanib qoladi. Burun mainframe qilganlar masalan bugungi kunlikda nimani qila oladi degan vaqtda shu bulut sohasidagi xizmatlarni yaxshi tushunadi, yaxshi qila oladi. Demak, bu shu xizmat doirasidami texnikaning taraqqiyotiga ergishib o'zgarishlar bo'ladi. Masalan, oldi bilan biz masalan sonliq ma'lumotni gapini qildik. Sonliq ma'lumot burun
sistemaning ustida qurilgan bo'lsa, bugun sonliq ma'lumot sistemadan mustasno holda mavjud bo'la oladigan bir sohaga aylanib ketaylik. Bu soha navbatda eng qiziqarli temalarning birisi bo'lib, universitetlarni bitirib, hatto fizik nimaga, matematikaning, fizikaning doktorlarini bitirganlar bugungi kunda shu sanoatlarda shu sonliq ma'lumotlarni bir taraf qilish sohasida aktiv xizmat qilyapti. Masalan, bizning idorada eng ko'p doktorlar o'rlashgan gruppa shu data science, masalan, shu sonliq ma'lumotlarni bir taraf qiladigan bo'lim eng doktorlar eng jiq o'rin. Masalan, 70%, 80% doktorlar shu yerda xizmat qiladi. Anan keyin shu sonliq ma'lumotni abaydidik, masalan, bir taraf qilish. Ya'ni uningdan bir mahsulot chiqarish kerak. Neft bo'lsa, neftdan mahsulot tayyorlashga o'xshash. Sonliq ma'lumotdan bir natija chiqarish kerak. Bu data analytics, masalan, datani analiz qilib, datadan bir mazmun chiqarish. Sonliq ma'lumotning o'zi hech qanday bir ma'noni bildirmaydi. Faqat ma'lum bir model yoki ma'lum bir nimaga moslashtirib, undan mazmun chiqargan vaqtida uning ma'nosi bo'ladi. Masalan, bu nihoyat qiziqarli sohaning birisi. Anan keyin shu sonliq ma'lumotlar bevosita munosabatli bo'lgan bir yangi soha nima desam, shu sun'iy aql sohasi. Masalan, sanoatda masalan ma'lum bir ishlab chiqarish nimasiningki mahsulotninki ishi yoki tushishi, masalan bozordagi ehtiyoj qatorliq narsalarni shu analiz qilib turib, shu sun'iy aql orqali undan bir yakun chiqarib, yangi mahsulotlarni chiqishini turtki bo'lish. Anan keyin telekom shirkatlarida eng cho'ng bir masalaning birisi nima o'ylayapti vaqtida raqobat nihoyat kuchli bo'lganligi uchun xaridor qaysi o'rinda baho arzon bo'lsa shu yerga ketadi. Xaridorninki ketib qolishining oldini olish uchun shu churn management deydigan bir gap bor ingliz tilida. Bu nima degan vaqtida, masalan, qaysi xaridorning ketib qolishini qanday his qilib bo'ldi, agar ketib qolgan xaridor bo'lsa, uni qanday bir xuddi beliqqa yemchuk tashlaganda yemchuklarni tashlash orqali ularni tutib qolg'ili bo'ladi degandek narsa nihoyat cho'ng bir temaning страхование shirkatlarida masalan kasallik sug'urtasi bo'lsin yoki bo'lmasa mashinaning sug'urtasi bo'lsin, sug'urtaga biz to'lagan pulning nimasidan qilganki bir qism pul bizga qaytib keladi. Kimlar bu yerda yolg'onchilik qilyapti, kimlar rostchilik qilyapti, bu mavjud bo'lgan tarixdagi sonliq ma'lumotlar asosida bir yakun chiqarish. Bu bir sun'iy aqlninki nihoyat nimasi. Anan keyin internet narsalari bo'lib, 4-qatimliq sanoat inqilobininki sohasida shu internet narsalari yoki internet bilan ishlaydigan hamma narsa, masalan, Internet of Things deb inglizchada Internet of Everything degan narsa chiqadi hozir o'rtalikda. Masalan, sanoatninki asosli nimasi bo'lgan shu 4-qatimliq sanoat inqilobininki shu uchur texnikasi birinqisi, masalan, operational technology degan bo'lsak, masalan, mashg'ulot texnikasidan hozir uchur texnikasiga o'zgarish jarayonida shu nurg'un yangi xizmatlar o'rtaga chiqyotidi. Bo'lib avtomatlashtirish, robot degan narsalarda. Anan keyin abay deb o'tdik, yerlik sonliq ma'lumotlar markazidan bulutga ko'chish dedik. Bu bir yangi tema. Yalnız bu yerda ommaviy bulut sistemlar emas, masalan Amazon'ninki yoki Microsoft'ninki, Google'ninki degandek, masalan shaxsiy kompyuter markazida evrishimchan davomli mengib turishga zarur bo'lgan shunday bulut texnikalarga bo'lgan ehtiyoj nihoyat yuqori. Anan keyin bexatarlik, bu uchur texnikasi qachon paydo bo'lgan bo'lsa, uchur texnikasi shuningdan tortib xuddi nam bilan seriqmay deb qo'ygan nimasi var. Bir-biri bilan davomli yemlashib turadigan bir narsa. Bu bexatarlik uchur texnikasiniki asosli umurtqasining birisi. Shu bexatarlik temasi masalan burunmi muhim bo'lgan, ammo bugungi kunlikda nihoyat muhim bo'ldi. Anan keyin yangi chiqib atgan ABAYqa degan GDPR, masalan, shu sonliq ma'lumotlarni saqlash umumiy qonunininki mush sohada, masalan, mush sohani tushunadigan, xaridorga maslahat beradigan, chunki bulut o'ttirga chiqqandan keyin bir mezgilgacha bexatarlik narsi yetarli emas deb haqdalik bir ansirash bo'layotgan. Bu ansirash hozir mavjud. Balki muarris bu to'g'ri so'zlashi mumkin. Masalan, bank sohasida hozirgi kaycha bulutga qarab ko'chish bir to'lqin boshlanmadi. Mush sohada shunaqa maslahat bera oladigan xizmatlarni aytib bo'lyotdi. Undan keyin albatta bu yerdagi uchur bir nuqtadan yana bir nuqtaga eqib turganligi uchun, hatto nihoyat tez suratda eqib turayotganligi uchun bu yerda shu internet mulozimati, ya'ni bir o'rinni yana bir o'ringa ulaydigan yolg'iz bu kabel orqali ulash emas, shu yo'tkilishchan
torlar arkalık bir-birine ulaş mesela şu 4-nji kılım sanaat inqilabynynki muhim temisinden birisi. Anin keyinden şu torlar şu yötkülüşçen tornunki yükün azaltış üçün yani başka yeni bir texnikalar ortaya çıkıp mesela jirak arlıkka uçur yetkizdiğen yeni bir texnikalar ortaya çıkıqlık. Bu sahama ait bir kızık saha. Anan keyinden abay biz yumşak detal texnikasının kimi bağansır muhim rol oynap atqanlygynyň gepini kıldık. Mesela biz yuqorida ötken sahalarning hemmesi de mesela yumşak detal texnikasyny bilmey turup bir iş kılış hazır asasen mümkün bolmaydy. Mesela abay dep ötken sallyk maglumatlarny bir tarap kılış süne kılsa ediki hizmet kıldyganlar mesela bugün Python'u bilse yuqary özellikki. Anan keyinden şu torla iyesi degендek näslämi muhim orun turup anan keyinden automatlaştyrışny gepini kıldyk. Mesela bir näsini özgertiş, çünkü bu uçur texnikasynyň üzü nime dese, uçur texnikasynyň üzü özgürüş dep eniqlem berdi Allaha. Çünkü uçur haman bir ýerden ýeni bir ýerge özgünip durdy. Onuň içindeki sallyk maglumatlar her zaman bir ýerden bir ýerge almışyp dur. Demek bir ýerde atgan näse özgürüş. Bunu maňdyryp atgan nime dese yumşak detal, gatyk detal texnikalar. Bu ýerdeki her qanday bir yumşak detalny dawamlyk mukellemleşdirip turuş, onu waýyga ýetkiziş üçün onu dawamlyk özgertip turuş gerek. Dawamlyk mukellemleşdirip turuş gerek. Bunu kılışnynki adam kılış o hatarlyk bir işiniň gatarynda hesaplandy. Çünki uçur texnikasi köp hatalyk adam sebebiden kelip çykýan hatalyk. Maşina hiç kaçan hatalyk kılmaydy eger togry programma kılıngan bolsa. Hatta dawamlyk kılıp durdygan işini adam kılganyň ornunda maşina kılsa onuň ünümi hatta 100% geçişe bolýar. Demek bu ýerde batgan nimesi bir tarapdan terakki kıldyryş, onuň kendi ýene bir tarapdan onu terakki kıldygan näse dawamlyk meşgulatdy işletip turuş DevOps, Development and Operation. Hatta DevSecOps diýdigan ýeni sahalar bar. Mesela onu terakki kıldyryş, bexatar halda meşgulat kıldyryş degендek. Bu sahalar näit kızık sahalarnyň birisi. Anan keyinden şu her qanday bir kollanğıçy bir näsninki her şu kol telefonu ýa-ki ýanfon nuskulary bolady. Demek ki mobile experience. Çünkü adamlar dawamly bir ýerden bir ýerge götürülip durýan herketçan bolganlygy üçin yanında ip ýürýän en kolaylyk näse nime degen ýanfon. Ýanfonda bolup atgan işler, ýanfon arkaly nurgun işlerini bejergili bolady. Demek ýanfondy programmalaş näit muhim saha. Endi bu ýerde men hazır tizip ötken näse meniň näzerimde en kızık bolup atgan 10 çoň saha. Onundan başka meniň de soruşyňyz mümkin. Mesela bir meşgul uçur texnikasida zapaslaş diýdigan bir näse bar. Bu zapaslaş bunyň içinde kep gapdy diýişiňiz mümkin. Togry, çünkü bu tizimlik eger tizip kelgen wagtda belki 30-40 ýa-ki 50 sahalarga düşüş mümkin. Ama meniň hazırky küzütüş noktam boýunça aýtkanda en kızık bolgan tema şu. Men şunçalyk sözläy. Rahmet, eger başka gepler bolsa keyin ýene sual jogaplar kısmynda sözlesek bolady. Rahmet, men siz nim kısaňyz, men ekranyny köstäy. Boldy. Sizningki temaňyz ne? Rahmet Abdüşkürkem. Abdüşkürkem sizler ötdi. Hazır hakikaten uçur ilmiň aýtdy. Kän daýry jetişdi. Şunda bolgandyky onuň buga ihtiýaجy aýtdy köp. Hamdy ýani hakikaten aýtdy köp okugan qarindaşlarımız, hatta doktorlukta baş kesiplarda okuyan qarindaşlarımızın özümüzün işidim var. Başka şu sırt Avrupa'da mı nurgun doktorlukta mesela fizika, matematika ya baş kesiplarda okuyanlardan okuşun tamamlagan keyin şu uçur texnik tarapda hizmet kılıp atganlarni aýtyp köp. Hamdy bunun persiyabiyem degendek bunun buga ihtiýaجyny aýtyp köp. Lekin onundan yeni bir muhim bir amil nime diýen wagtda ama akademiýa tarapda mesela Avrupa'da akademiýa sahasida hizmetke erişiş näýdi bir test bolmuş ýerliklerge näýdi test. Biz vatan sırtydaki bu biz köşmelerge nisbeten elbette tehimi test. Lekin hamdy bunu kırıl bulamdy degende elbette buludy. Çünkü bunun bazı orunlarda, bazı ýerlerde şunaq bir şerait bar. Bu şerait bar orun hamdy men hazır işläp atgan Fransiýa merkezi Devlet Tadqiqat Merkezi. Şu sebepden bu temden aýtdy tar halda hamdy bu
sözümde. Night taralda şu orunga kirişninki bir yolları to'g'risida qisqacha bir tushuncha berib o'tmoqchiman. Anda olsa CNRS deganimiz Abdushukurga keyingisini bassanız. CNRS le Centre National de Recherche Scientifique tercüme kısa şu devletlik ilim tadqiqat merkezi. Hem de bu oranın bu devlet tedbivas ve tadqiqat merkezi bununki yıllık iqtisadi serfiyatı 3 milyar eurodan aşırdı. Terkide 30 netçimin hizmetçi var. Bunun için tadqiqatçı ve yardımcı hizmetçiler bulup. Hem de bu nurgun Fransa'nınki nurgun caylarda tadqiqat merkezleri var. Hem de şu CNRS kitabı bu. Hem de keyingisine kalsak King Slide'da CNRS hem de hesapta dünyadaki tadqiqat merkezlerinden içinde aldın katlardaki tadqiqat neticeleri ko'rsatib turadigan bir o'ringa tava. Masalan, Arjeli Nature Index'ninki shu har qaysi tadqiqot o'rinlari universitetlarni tizgan vaqtda odatda CNRS oldin qatorga tizilib turdi. Keyingisi hamda bu davlat tadqiqot markazi ma'lum bir o'ringa joylashgan emas, ya'ni Fransiyaningki har qaysi joylarga tarqalgan. Har qaysi universitetlarda tadqiqot markazlarida o'zining ayrim tadqiqot tajribalarimi bor, lekin yani ko'p sonli ahvol ostida masalan universitetlardagi masalan bir tajribaxonalar bilan birga o'rtaq tajribaxona deb ataymiz buni. Shundoq o'rtaq tajribaxonalari bo'ldi. Odatda universitetlarning ma'lum bir tajribaxonasininki tadqiqot saviyasi ma'lum bir darajaga yetgandan keyin o'chada lekin bu CNRS'ga iltimos qilib o'rtaq tajribaxona qurish salohiyatiga erishiladi. Unda bo'lganchada odatda CNRS bevosita mablag' silib u tajribaxonaninki yani texnik davomli taraqqiyotiga yordam qiladi. Ham o'zininki masalan tadqiqotchilarni tajriba o'rinlarga qo'yadi. Hamda bir bu har qaysi o'rinlarda tarqaq joylashgan bo'lgandan keyin bu CNRS'ning tadqiqotchilarida bir erkinlik bor, ya'ni qaysi o'ringa berib xizmat qilamiz desa o'zininki talabi bo'yicha shu o'ringa berib xizmat qila oladi. Endi keyingisiga qarasak bu CNRS faqat Fransiyada emas, masalan dunyoning boshqa nurg'un davlatlarda yana hamkorlik tajribaxonalari birga qurgan o'rtaq tajribaxonalar bor. Masalan Yaponiyada bo'lsin, Amerikada, hatto Xitoyda degandek, lekin o'xshamagan temalarda. Yani CNRS tadqiqotchilarining yana shu o'rtaq tajribaxonalarga ehtiyojga asosan bevosita berib ma'lum bir mezgil qolgan ma'lum bir mezgil turib tadqiqot qilib kelish huquqi bo'ladi. Keyingisiga qarasak endi bu qaysi tadqiqot temalari bor degan vaqtda amaliyotda bunun faqat tabiiy fanlar yo'q CNRS'ning tarkibida. Biologiya, ximiya, ekologiya, muhit, inson va jamiyat, injenerlik, matematika, yadro va zarracha, fizika, uçur ilmi, yer shari va koinot. Endi ko'p sonliqni yana tabiiy fan tadqiqoti o'z ichiga olgan bilan yana inson jamiyati, ya'ni jamiyatshunoslik, insonshunoslik taraflaridami tadqiqot markazlari bo'ladi. Keyingisi CNRS'ning tarkibida tadqiqotchilar, masalan taxminan 15 ming tadqiqotchi bor, uning yarmidan ko'pragi yana lekin yordamchi xizmatchilar deymiz, ya'ni texnik, injenerlik bilan shug'ullanadigan, ya'ni o'sha tadqiqotchilarga yordamda bo'ladigan. Keyingisiga qarasak endi bu CNRS'ga qanday tadqiqotchi bo'lib kirish ehtimoli qanday degan vaqtida odatda yilda bir qitim tadqiqotchi qabul qildi, yangi tadqiqotchilarni. Bu butun dunyoga ochiq. Ya'ni kim iltimos qilsa bo'ladi. Hech qanday davlat tavalligi cheklamasi yo'q. Andan keyin fransuzcha bilish talab qilinmaydi. Lekin cho'qim inglizcha bilishingiz kerak albatta. Undan boshqa sizning Fransiyada turib boqqan bo'lishingiz talab qilinmaydi. Ya'ni siz dunyoning har qanday yerda turib iltimos qilsangiz bo'ldi. Endi umum jihatdan aytganda har yili taxminan 300 ga yaqin
yeni tədqiqatçı qəbul qılındı. Adətdə CNRS-nin tərkibində 50 nəticədən artıq tarmaq var, tədqiqat emsi. Keyingisiga qarasaq, Abşükürkə. Yani mesela yerde bir misal biz təvə bolğan tarmaq, yani section dep atayımız. Müştaq section'dan cəmi 50 nəticəsi var. Hem de mesela bizim şu section'da mikro nano texnikisi, mikro nano sistem deyimiz. Anandkin fotonik, elektronik, anandkin elektromagnetizm, energy electric diyendek müşü sahələrin hamısını öz içigə ağam buldu. Demek müşünün oxşaş 50 nəticəsi var. Hem de hər birisiga təxminən hər yili 5-dən 6-gacha yeni tədqiqatçı qəbul qılındı. Bu adətdə CNRS tədqiqatçılar 2 dərəcəyə bölündü. Birisi tədqiqat məsulü deyimiz. Yəni birisi tədqiqat direktoru əgər bir tərcümə qılsaq. Məsələn bu universitetdəki məsələn professor, anandınkin yardımçı professor səviyyəsinə oxşaş, anandınkin yani Fransa'nın içinde, mesela üniversitelerde barlıq dərəcə cəhətdə asasen oxşaş dərəcədə buludu. Hem de bu rəqabət nəyti keskin. Mesela misal alsaq, şu bir tarmaqның içinde 5-6 orun bolsa, bunun içige mesela aldığımız yılı 150'den artıq adam iltimas qılğan. ABM degəndək bu uçuq bolğanlıq üçün iltimas qıldığı adamın ayti köp buldu. Ondan başqa üniversitetdəki yardımçı professorlarımı köp iltimas qıldı. Çünki nemişki degan vaqtimizda adətdə universitetdə professor bolğan vaqtda az degəndə 180'den 200 saatgacha ders berish məcburiyyəti buldu. Ondan başqa, anandkin bir üniversitetə kirgan adam, yana bir üniversitetə almışman desa, o çoxum qaytadan şundaq bir o'rin chiqqan vaqtida shunga iltimos qilish kerak, anandkin o iltimos qilganlarning ichidan tanlanish kerak degandek jarayonlarda o'tadi. Nəhayət təsdə bir üniversitetdən yana bir üniversitet almışış imkoniyati asosan degidek yo'q. Lekin hamda mau CNRS tədqiqatçısı bolğanda adətdə bizdən hech qanday ders berish məcburiyyətimiz yo'q. Eğer xalısaq özümüz, uçan ders versek buldu üniversitelerde. Elbette biz magister okuğucu ya ki doktor okuğucunu terbiyeleyimiz. Lakin üniversitelerde ders veriş mecburiyetimiz yok. Lakin xalısaq ders verimiz, onunla elbette artıq iqtisad kırıdı. Lakin ondaq bir mecburiyet yok bolğandan keyin zehinni yığıb tədqiqat bilan şug'ullanğalı buludu. Bu birisi. Yana birisi mau CNRS'nin təcrübələri Fransa'nın hamı yerə tarqalğan, hətta ABM degəndək dünyadakı nurg'un tədqiqat mərkəzləri bolğanlıq üçün biz bir joydan yana bir joyga yetkilish nəhayət asan. Özümüz iltimas qılıb ehtiyacga asasen yetkilsek bulur. Şuna bu müşü səbəblər tüpəyildən yəni üniversitetdəki köp professorlar iltimas qıldı. Şuna adətdə rəqabət nəhayət keskin buldu. Lakin çıqım imkaniyet var. Hem de nemişki degan vaqtimizda Fransızcada bir gap var, sınıfsan işlemiga yetişmeyse deydigan. Hem de bunun için bir neçə basqıçlarni besish kerak. Keyingisiga qarasaq. Hem de bunu tayyorlik qilish uchun, iltimas qilish uchun albatta yaxshi bo'lgan bir tarjimahalimiz bo'lishi kerak. Doktorlikni tamomlagan, hani ish bo'lmaganda bir ishga qarab postdoc, doktorashtilikni tamomlagan bo'lishi kerak. Anankin bu jarayonda yaxshi maqolalarni e'lon qilgan bo'lishi kerak. Şuna mushu oldin qilgan tadqiqot natijalarini yakunlab bir material tayyorlaymiz. Ondan keyin hammadan muhim bo'lgani keyingi 4 yildagi tadqiqot planini tayyorlashimiz kerak. Hamda bu 4 yillik o'rin emas, bu bir ömürlük o'rin, lekin bular mushu 4 yildagi tadqiqot plani orqali sizning o'z oldiga bir tadqiqot bilan shug'ullanmamdi yoki o'zining yaxshi bir ideyasi, o'yi bormi, ya'ni tadqiqot qilish o'yi. Shulardan shuni asosan qaror qildi. Shu sababdan mushu materiallarni tayyorlaymiz odatda. Har yili birinchi oyning 5'ida mushu materiallarni tayyorlab topshiramiz. Andan keyin aldı bilen sizin materyallarınız ko'rib chiqqandan keyin o materyaldagi sizning asosan talabga to'sham-to'shmamda u orqali bir shallash bo'ladi. Undan keyin 100
turani ko'rishishga chaqirish uchun yana bir qatim shallash ilib bordi. Uningda yana bir jarayon bor. U 100 turani tanlashga erishgandan keyin u yerda 100 turani ko'rishishga borasiz. U yerda andan cho'qim yana abim o'zingiz burun qilib o'tgan tadqiqotlaringizni tunishtirsiz. Andan keyin qilmoqchi bo'lgan tadqiqot planlaringizni so'zlaysiz. Andan keyin nurg'un savollarga javob berishingiz kerak. Endi shu jarayonda lekin bu yerda bir nayt yaxshi bir sistema bor, ya'ni nayt adil deb qarayman men. Chunki nimishki degan vaqtimizda siz bularlarga komite deymiz, endi guruhni tanlaydigan guruhni bir nechaga bo'lib o'tdi. Ya'ni 20 nechadan ortiq odam bo'ldi shu bir guruhda. Masalan 5 odamdan bo'lib o'tgandan keyin siz shu 5 odam bilan ko'rishsiz. 5 odamni qayil qilishingiz kerak. Yani 5 adam qayil bo'lgandan keyin sizning haqiqiy bir mustaqil bir tadqiqotchi bo'la oladiganingiz qayil bo'lgandan keyin hamma shu 20 necha qaytadan bir yig'ilgan vaqtida ular o'zi shu 5 adam tanlagan odamlarni shu hamma odamning oldida so'zlab men shu cho'qim bo'lishi kerak deb sizni sizni kerak ekanligini so'zlaydi. Demakchi bo'g'im bu yerda siz ularni cho'qim qayil qila olishingiz kerak. Ya'ni yana bir jarayonda bu 5 gruppdagi odam nima uchun sizni tanlaganligini umum gruppining ichida yana bir so'zlab qilgandan keyin bu yerda bir adillik bor. Lekin har qanday narsada nima qilmasak bu Fransiya anda bo'lgandan keyin agar biz bir mishatki yerlik fransuz iltimos qiluvchi bilan sizningki iltimosingiz asos jihatdan o'xshash bo'lib qolsa, o'sha tabiiylan fransuz tanlanadi, u normal. Chunki har qanday yerda shunday. Shuna bu cho'qim tanlashga erishmaydi aytgansiz, siz cho'qim bulardan azroq bo'lsin yuqori o'rinda bo'lishingiz kerak. Andan keyin shu rasmiy qabul qilishga erishsiz. Endi abiyaman degandek bu endi bir umrlik tadqiqot xizmati. Siz o'zingiz belki mesela 4 yillik tadqiqot planini o'tirib qo'ygan bo'lsangiz, lekin mesela bir necha yildan keyin o'zingizning tadqiqot terimingizni xohlagancha o'zgartsangiz bo'ladi. Hech qanday bu jihatda hech qanday cheklama yo'q. Keyingisi shu oxirida shu foydali ulanmalar deb qo'yib qo'ydim. CNRSning adresi, andan keyin mening ilhad adresim. Agar iltimos qilishni o'ylasangiz, ish bo'lmaganda, masalan, yozda, masalan, 9-oy yoki 10-oydan burun men bilan aloqalashsangiz, qolgan tafsiliy jarayonlarni o'zaro maslahatlasak, bo'libmi chunki men degandek tadqiqot planini yozishga to'g'ri keldi. Uni az deganda 3-4 oy vaqt bo'lishi kerak. Shuna eng az deganda 9-oydan keyin 9-oydan burun boshlashga to'g'ri keldi. Yana bir narsa, bu gerçi siz dünyanın her qanday yerdan iltimos qilsangiz bo'lgani bilan, lekin cho'qim shu iltimos qilgandan keyin, chunki tadqiqot planini tuzdingiz degan gap, shu qaysi o'rinda shu tadqiqotingizni qilasiz, shuni deyishingiz kerak. Ya'ni shu o'rinda sizning tadqiqotingizni qila oladigan, masalan, sharoit bormi? Shularni tunishtirishingiz kerak. Shunga oldi bilan cho'qim shu o'zingizning tadqiqot sohasidagi yoki o'zingiz qilmoqchi bo'lgan ishni qila oladigan biz bir tadqiqot o'rni bilan yoki professor bilan oldi bilan bir ko'rishib, tunishib, andan keyin shu jihatda azroq bilimga ega bo'lishingiz kerak. Bu nihoyatda muhim bir nuqta, shu nuqta unutilib qoldi. Qolgan qismlarni yana davomli savol-javoblarda fikrlashib ko'rsak bo'ladi. Bo'ldi, rahmat. Doktor Memtimin Abbasqa köptün köp rahmet. Fransiyaniki dövlətlik tədqiqat orqanı bo'lgan CNRS haqida nəhayət təfsili uçurğa erişkən bolduq. Aramızda yetilib çıxıvatqan nəhayət közü görünərlik tədqiqatçı alimlərimiz var. Dünyanın hər qaysı yerlərində. CNRS mu dünyadakı aldın qatardakı tədqiqat organlarının biri ekanligini Memtimin Abbasdan öyrəndik. Bo'lsa sharoiti bala o'zininki iqtidorininki yetadiganligi ko'zi yetganlar sinab baqsa, Memtiminni Bog'doda yolg'iz qo'ymasanglar xo'sh bo'lamiz. Savollar bo'lsa, doktor Memtimin bilan bevosita aloqalashsanglar bo'ldi. E-mail adresi ekranimizda ko'rinuglik. Rahmat sizga. Yana bir narsa qoldi, uni qo'shib qo'yay. Endi odatda bir qatim iltimos qilib qabul qilinganlar nayda az.
Hatta 3-4 qitim, hatta 5 qitim o da iltimas qilganlarni anglagan men. Şoňa bu bir qitimdilam iltimas qilib, agar rad qilinib kelsa, voy bo'ldi deydigan demaslik kerak-da. Endi agar o'ziga ishonsa, bir necha qitim qayta iltimas qilsin bo'ldi. U jihatda hech qanday cheklamalik yo'q. Shuni men qo'shib qo'yay. Anda olsa programmamizni doktor Varis Abdukerimdan davomlashtiraylik. Yuqorida ikkinlar shunda tafsiliy so'zlab berdinglar. Men unga o'xshamaydiganroq bir shakldirek ommaboproq qilib bir so'zlab berishga tirishay. Suhbatning temasi ish tepish yo'llari bo'lg'achqa, men shu to'g'riliq azroq bir o'zimning hozirgacha mush Fransiyaga kelgandan tortib qanaqroq bir shakllarda ish topgan shu jarayonlarni bir deb beray deb o'ylab qoldim endi. Endi yana hozir xizmatim kelaman ku. Endi muaziratda yashaganda biz endi o'xshamagan vaqt nima qarab o'xshamagan bir xizmatlarni qilishimiz to'g'ri kelgan. Ko'pinchimiz shu chet elga chiqqanda til va boshqa shu yerlarga singib kirish, o'zlashish, ko'nish jarayonida dastlabki qadamda bir deymiz jon beqish xarakteridagi o'zimizning xarajat yetadigan bir narsani tepish bir foydasi bo'lsin uchun o'zimizning kasbiga mos kelmaydigan yoki boshqa bir jismoniy emgak talab qilgan kasb qilishimiz mumkin. Masalan, mening kasbim kompyuter sohasida bo'lgan bo'lsa-mu, dastlab kelganda men boshqa bir ishlarni qilib boqqan. O'qish jarayonida, tilni o'rganish jarayonida masalan yozda yozliq o'qish tugagandan keyin yozliq ta'til vaqtida issiq dahshat issiq bo'layotgan vaqtda men shu uzum uzganmiz. Shu bo'ldi men turayotgan hozir shaharning shu atrofida nurg'un uzumzorliqlar bor, shu yerga berib uzum uzgan. Balkim boshqa qarindoshlarimiz har xil o'xshamagan ishlarni qilgan bo'lishi mumkin, masalan pizza tushirish, restoranda ishlash yoki boshqa kirakashlik qilish degandek. Mening isqinim muhojiratda o'xshamagan bosqichda o'xshamagan kasb to'g'ri tepishimiz to'g'ri keldi xizmat qilishga. Lekin buning ichidagi dastlabki bir qismi uzun davomlashmaslik kerak deb o'yladim. Masalan, jon beqish xarakteridagi xizmatlarni topganda u taxminan 1 yildan 3 yilgacha davomlashsa, shu oraliqda bir tarafdan ishlab, yana bir tarafdan shu o'qib tilni pishqilab qilgandan keyin cho'qim o'zimizning qiziqadigan bir kasbimizni tepishimiz to'g'ri keldi. Mening nazarimda shu mazgil 3 yildan eshib ketsa, 5 yildan eshib ketmasligi kerak deb o'ylayman. Har qancha o'tib ketsa, shu 5 yilda o'zimizning o'qigan, yaxshi ko'radigan bir xizmatimizni topqili bo'ladi deb o'ylayman. Buning uchun oldi bilan hozirlash tegishlar cho'qim iroda bo'lish kerak deb. Shaxsan men hozir kasbimdagi buni xizmat tepishdan o'rgan. Oldinroq kelay. Fransiyaga kelgandan keyin o'qish jarayonida o'zim uzdim. Undan keyin Kanadaga bir mazgil berib yozliq ta'tilda ashadin bir xizmat izlab baqay deb qilib har xil ko'rishimlar bordimda iltimos qilib. Bu yerda masalan 2 oy dam olish jarayonida shu yerda bir Dell shirkatini bilasizlar. Shu yerga berib u yerda iltimos qildim. U yerda bir 2 qatim imtihonni o'tab, eng oxirgi bosqichga kelganda u yerdan meni ish olmadi. Shuning bilan sal tushkunlik paydo bo'ldi. Undan keyin qarsam vaqt muos qoldi. Lekin shu jarayonda men boshqa bir xizmat topay deb KFC bilasizlar, McDonald's o'xshaydi. Shu yerga kirib men shu yerda bir xizmat topdim. Xizmatimga shu CV'im berib apadimda. Berib nima qilsam, u ish qoldigan shu direktor sal hayron qilib, o'zi bir xil o'ng'aysiz bo'g'inni o'ng'aysizlanganligini dedi menga deb. Voy seni qarsam kasbim yaxshi ekan, sen boshqa yerdan xizmat topa olaysan, seni bu yerda ishlasam qanday bo'ladi degan to'g'ri qo'rqmay ishlatib ishqa. Sen u o'zimda deb sen qani bir ishlab ko'rib boqqin. Shunda ma'qul deb shu ertasi keldim, ishildim, lekin menga bak varanchilingancha 2 soatdan keyin uningga deb bo'ldi, men bu yerda ishlamay deb chiqdim. Bu mening nima mijoz xarakterim qat'iy masajmanda ishqchidiganlik emas, yoki boshqa nimalar ziyodalik varanchiling 200 gradus bilan isitganda push qilib bir xil ovozlar chiqargan. Shuning bilan ashunda nimalarda o'zim yenim chiqdim. Undan keyin endi Fransiyaga qaytib keldim.
o'qish jarayonida oliy maktabda bir 2-3 yil dars o'tgandekmi bo'ldim. Undan keyin hozir yana shaxsiy o'rinlarda xizmat qilish boshlab ketdim-da. Buningda eng muhim narsa meni fikrim cho'qim shu tarjimonga, CVga cho'qim ishlagan hamma tafsilotlarni yozish kerak. Ondan shu xizmatga borgan vaqtda ko'rishishmi intayin muhim. Cho'qim til jihatdan nima qilmasak bizning chet ellikligimiz chiqib turdi. Unda %100 bo'lib ketmasakmi, o'zimizning maqsadini o'xshamagan odamga o'xshamagan tillar bilan ifodalab berish. Ya'ni texnik xodimlarga texnikani so'zlab o'zimizning shu jihatdan ishni qila oladiganligimizni qoyil qilish kerak. Texnik qilmaydigan odamlarga qisal shu odamning tiliga mos keltirib bir so'zlab shu qoyil qilish to'g'ri. Shuning bilan bu ishlarim davomli shu boshqa o'xshamagan shirkatlarda ishladim. Ondan hozirgi xizmatimga misol olsam, men bu xizmatga kirish uchun 5 qitim imtihondan o'tdim-da, ko'rishim bir hisobda. Ular har xil nima ish tanlaydi. Dastlabda shu CV'siga qarab tanlaydi. Bu odam nima ish qila oladi, xizmat tarixi qanchalik. Shuni qarab birinchi tanlashdan bir ko'rishimiz, undan keyin yana o'xshamagan odamlar bilan ko'rishimiz. Eng oxirida ko'rishligimiz deymiz, odam ishiltigan odamlarni kadrlarni boshqaradigan bir bo'lim bo'ldi. Shu bo'limda o'tadigan ishga. Mening boshqa bir shirkat Societe Generale deb yana bir bank bor. Shuningga men 4 qatimlik imtihonni o'tib, shu 5-qatimlik kelganda yozda shunda bir issiq vaqtida, necha yil burun. Shu vaqtda kirib, men o'zimcha kostyumimni selib etib, shu o'rindiqda usti qo'yib qo'yib qilsam, meni his qilganim hamda. Oxirida uni rad qildi. Keyin o'ylaganimda shu men o'zimcha men 4 qatimlikdan o'tib bo'ldi, 5-dan asosan o'tib ketmango deb. Shunda dahshat issiqda edi. Sirtib turib, chapinimni sirtdan kirib o'rindiq elitib, bunda erkin bir paranglashib ketdi. Keyin hamda uning bergan inkasi shu uni dappamidi lekin mening birdan bir shu adalqi bo'lmadi degan ishim balkim shu mening mijozimda u xodim balki meni sal aka urkan yoki atkachga yoki bak o'zini qo'yibdi degandek bir bahona deb ammogan bo'lishi mumkin deb o'yladim endi. Demakchi bo'lganim har bir bosqichda ko'rishimda oxirida siz qo'lingizga qalamni olib to'xtam imzo qo'ymaguncha shu ishingiz bitmadi degan gap. Shunga har bir qadamga diqqat qilish kerak. Cho'qim astoydil tayyorlik qilish kerak. Shuna qilib, nima qilsar men davomlashtirdim-da, bir necha qatim meni qabul qilmaslar voy bo'ldi, men bo'lmaydi ekan deb tashlab qo'yganim yo'q. Lekin arliqda ba'zi bir tushkulishish bo'lmaslik tashlab qo'yish degandek ishdan bo'ldi, lekin qayta men davomlashtirdim-da, o'xshamagan nimaga qarab, vaqt qarab, men tutgan pozitsiya, men izlagan usulmi o'xshamay keldi. Bir mezgil balla kichik vaqtida men o'zimni xizmat jarayonida azroq ishlab xizmatning uddasiga chiqib qo'yishdek mandaq bir ishlarni qildim. Undan keyin asta-asta ballam cho'ng va boshqa ishlarni qilgandan keyin azroq mas'uliyat bor ishlarni qilyapman. Hozir qilayotgan ishimda shu bankning bir mashg'ulot supsi bor. Buningda shirkatlarga har xil elektron saymanlari yoki dehqonchilik saymanlari, har xil mashinalar, cho'ng uskunlarni ijaraga beradigan bir supsi bor. Aslida taxminan yilda bir 27 milliard atrofida so'm bu ham bo'ladi endi. Shuning mas'ul bo'lib ishlayapman. Bu jarayonda endi ba'zi odamlarni elish nimasimi? Huquqim menda-da, bir qism odamlarni elishda. Shuningda men odam tanlaganda nima qarayman desa, shu dastlab shu tarjimonlik qarayman. Bu odam nima qilgan, bir xizmat tarixi bormi yo'q? Unda arliqda uzilish bo'lganmi yo'q? Masalan, bir qism odamlarni ish qilish CV'si qarab rad qildim-da, dadal. Ondan rad qilish sababimni mendan so'radi. Bu qarasam xizmat har qatim buning ishlash tarixi 3 oydan oshmabdi. Shunga bu odam menga nisbatan ishonchsiz deb qarayman. Chunki biz ko'pincha ish bo'shatgan vaqtimizda birinchi oyda kuzatamiz. Ikkinchi oyda yana azroq bir nima qilib, agar ikkinchi oyning oxirigacha bir natija ko'rsatilmasa, bir oy burun xabar qilib qo'yishimiz kerak. Shu vaqtda nima qilamizda? To'xtashga qaror qilamiz. U vaqtda shu umumisi shu 3 oy atrofida bo'ladi odamlar. Shuna qarab va shu bir qism odamdan olmagandan keyin shuna bir tushundirish to'g'ri keldi. Demakchi bo'lganim,
agar siz xizmat izlab qolsangiz ko'rayotgan qarindoshlar cho'qim tarjima olingizga amal bor uzildimay qilayotgan xizmatingizning hammasini mayli qaysi xil bo'lib ketsin shuni yezib qo'yish kerak deb o'ylayman. Ondan texnik jihatdan Abdushirkam abay shunda tafsili yezibdi. Ondan bir gapingizga men yezib qo'ydim. Siz dedingiz mainframe degan bir texnika bu hozir muzeyda qoldi deysiz. Amaliyotda muzeyda emas. Bizning bir qism nimamizni shu mainframe degan texnikaning nimasini web servislar orqali bulutga yo'llabchi, burunqini undal yo'q qilib etmay, shuni mainframening yana web servis bor emasmi? Shuni bulut texnikasiga qilib, uni har qanday zamonaviy uskunalar bilan shu ishlatiladigan bir holatga keltirgulik. Uni keyinda yana shu mainframe nimasi bor. Shunga agar siz bir narsaning mutaxassis bo'lsangiz, yanada bir ishlapish fursati bor. Hadi yana bir omil siz deganda odam xatoligi deb. Odam xatoligi ahamiyat bo'ldi. Sen bizning nimidimi? 2 ay burun bir ma'lum bir odamning xatoligi tufaylidan shu Linux sistemida o'qish yozish degandek bir nima huquqlarni beramiz emasmi? Shunda bir nima xato berib qo'yib, bizning shu mas'ul bo'layotgan suhbat taxminan 4 soatlik bir nima bo'lmadi, shu mashg'ulotsiz holat kelib qoldi, ishlatilib bo'lmaydigan holat kelib qoldi. Shu jarayonda biz endi tushuntirishimiz kerak, shuningdek ziyonni mo'ljallansa shu 600 ming yevro atrofida foyda oz tepib qolgan. Shuni bir hisobda ziyon deb shu tushuntirib ashuna hisoblab chiqamiz. Demakchi o'g'lim, odam xatoligi ahamiyati bo'ldigan ish. Lekin bundaq o'rinlarda ishlaydigan odamlar hammasi shu siz bizdagi o'xshash bir normal odamlar. Hammasining doktor bo'lib ketishi undaq bir talab qilmaydi. Balki mamtimin shaxsda sal talab qattiq ekan. Bizning organda unchalar belki hamma odamning doktor bo'lib ketmasmi uni deb. Shaxsan mening doktorligimni qadam bilmaslik mumkin, hech kim uni so'ramaydi. Agar siz shu xizmatingizning uddasidan chiqib shu o'zingiz iltimos qilgan shu xizmat doirasida ishingizni qila olsangiz, hech kim diplomga qarab ketmaydi bu Yevropa odamlar bizda. Shu ekan endi mening demoqchi bo'lganim shu nuqtalarga. Endi daras men mas'ul bo'lgan emas. Shu subsi buni 7 davlatda ishlatadi. Belgiya, Angliya, Germaniya, Italiya, Ispaniya, Fransiya, Vengriya deymi? Netherlands. Shular bilan o'xshamagan Gollandiya. O'xshamagan sohadagi odamlar bilan shular moslashtirib bir so'zlash kerak ekanda. Men dastlab menda bo'lgan bir qiyinchilik, mening asli arq ko'rinishim texnika jihatdan bo'lgan ekan. Ba'zi nuqtalarda men bakrak texnikani o'qib ketsam, qarshi tarafda uni tushunish bo'lmay qoldi. Shuni mening menga mas'ul odamlar menga bir inkos qildi. Majatni bak texnikalik gap qilib ketding. Sen amalba shu nimaga soda yoki amaliy bir ishlatishchanlikqa ayir texnik emas gaplar bilan bir tushuntirgan. Debdim u to'g'ri hozir aralda kunib ketdi. Shu davlatdagi xodimlar bilan shu masalalarni bir taraf qilish jarayonida shu texnik emas gaplarni qilishni bilish kerak ekanda. Shuningga hamda asta-asta ko'nishga tirishyapti. Shunda abay men degan yumshoq iqtidor degan nimaga beryapti bu gaplar. Texnikalik jihatdan bilishlam kerak emas. Qanday qilganda mush texnikalik narsani soda sohasiga tushungandek darajada haqning oldi qo'yish munoiti muhim bir iqtidorning birisi to'g'ri. Rahmat, naiti yaxshi bir suhbatni qilib berdingiz. O'zingizning hayot kechirmishlari asosida o'zingizniki qanday qilib shu o'ringa kelganligingizni albatta bu naiti ilhom elishga tegishli bir hayot. Chunki bizda bir gap bor, bosh ko'tarish uchun bir mezgil bosh ko'tarishga to'g'ri keldi deydigan. Siz naiti uzun muddat japaga chidab turib bugungi mushkunga keldingiz. Bizningki aramizda bo'libmi bizning shu yeshimizdagi tanqurdosh nurg'un qarindoshlarimiz bor, oliy maktabning diplomini yanchib chiqqan. Ammo abay siz degandekidek turmushningki qiyinchiliklar tufaylidan hayotning yo'liga kirib qolib, bir mezgildan keyin bo'shab ketib qolib, o'zining orzularini keyingi avlodlarga, bolalarga qo'yib o'zi shu oilasininki nimasini, hayotini qanday shu yo'lga kirib ketgan qarindoshlarimiz ancha-muncha uchrab qoladi. Nayt yaxshi gap qilib berdingiz.
bo'libmi shu xizmatga iltimos qilish jarayonida diqqat qilish tegishli haqida bizmi masalan mening o'zimni aytgan vaqtidami biz shu yangi odamlar kelgan vaqtida shu meningki atrofimdagi sohalar xizmat kelgan vaqtida bizmi ba'zanda shundoq suhbatlarga qatnashib qolamiz bizda burungi klassik usulni o'zgartib hozir bir yangi bir narsa moda bo'ldi xuddi to'y qilmoqchi bo'lgan yigit qiz bir-biriga 5 minut vaqt bir-bilan tanishib yana bir jo'zg'i berib yana bir bilan so'zlashib qoladigan bir speed dating deydigan bir narsa bor bizda hozir shu moda bo'ldi bizga masalan kandidatlarga 10 minut vaqt berdi 2dan 3 savol so'rasak bo'ladi bu yerda bizniki abay siz degandek bizning bir qaraydigan narsamizning birisi oldi bilan CV'si siz degandek CV'sida masalan bo'shliq bormi yo'qmi anan keyindan ba'zi odamlar CV'sini romandek yozadiganlar bor undaqlarni biz darhol chiqarib etamiz chunki bir odamniki hamma sohadan hamma narsani bilib ketishi mumkin emas uningki biz masalan sal gapni ijroqtaroq boshlagan vaqtida bizga bir etrika lozim bo'lsa biz e'lon bergan vaqtda nimaning e'lonini yozamiz deganda biz Shveysariyaning pichoqini 20 yil iqtidori va pichoqninki e'lonini beramiz ammo bizga kerak odam nima desa bir xil etrika ama onun içinde pichoq bo'lish kerak yana bir narsa bo'lish kerak botilka ochadigan narsa bo'lish kerak degandek hamma narsani nima qilamiz shuning bilan haqlar botilka kelgan tamg'i ustida va nimasini avativerdi biz u vaqtda ham allaqachon 70%ni tanlab etamiz undan keyin CV'si nihoyat muhim CV'lar emas biz odatda LinkedInga o'xshash shundoq savdo sohasidagi to'g'ri aloqa batlariga qarab u odamning zot harakatlari qanday bo'lyapti qanchalik bloglarni yozdi masalan u odamniki boshqa iqtidorlarga qarab boqamiz undan keyin speed datingga kelgan vaqtida so'raydigan birisi odatda shu ishlamoqchi bo'lgan sohadan bir savol bo'lgan bo'lsa muhim savolning birisi nima desa oxirgi qatim ishlagan turingiz nima siz shu yerda nimada mag'lub bo'ldingiz degan savol biz chunki muvaffaqiyat qozongan insonlarning muvaffaqiyatida emas avval nada mag'lub bo'lib mag'lubiyatdan qanchalik keyin yangi muvaffaqiyatlarni keltirib chiqarganligini qiziqamiz chunki abay siz degandek uchur texnik sohasida inson bo'lgandan keyin xatolikdan saqlanish tez masalan ma'lum bir turga qatnashdi loyihada xatolik var yoki bo'lmasa ma'lum bir narsa xatolik var yoki bo'lmasa qimmat eshib ketdi degandek nurg'un nuqtalar qarab turib shu xatolikni bugun qilgan bo'lsangiz qanday qilardingiz masalan shu odamniki mag'lubiyatiga bir qatim qarab chiqamiz bu nihoyat muhim narsa chunki men uchur texnikada 15 yil xizmat qildim bir qatim mag'lub bo'lmadim degan odam demek hiç qilmabdi degan odam qatorida bo'ladi demak u odamniki credibility ya'ni ishonchlik darajasi ozroq bo'lsin tushdi degan gap rahmat sizga qo'shimcha qilib olay siz abay deb o'tgandek xizmat jarayonida nuqul bir nuqtalar nima emas ekan man masalan shu bizga odam ta'minlaydiganlarga bir 3 nuqtani bakrak tushundirman bu odamning texnikalik jihatdan dastlabda shuning bir qila oladigan holati bo'lishi kerak tarjimalda yana birisi bu odamning cho'qim aloqalashish iqtidori bo'lishi kerak aloqalash deganda telefon so'zlashlar emas boshqa odamga o'zining maqsadini shu aniq tushuntira oladigan aloqalasha oladigan bir ish bo'lmay qolib qolsa o'zi shu yoq bekinib turib olmay boshqa shu ishni hal qilish to'g'riliq boshqa odamlar bilan aloqalash iqtidori ya'ni shuni masalani o'nglash jarayoni shuni aloqalash iqtidori bormi yo'q o'zi bir erkin ish qila oladi yo'q shuni taqtaymiz ikkinchidan endi yana bir nuqtadan bu odamning shu biz lozimliq turga qiziqamdi yo'q qiziqishi bak muhim ko'pinchisi hamda shirkatda ta'minlaganki u odam shu xizmat izlash jarayonida shu amaliy nima qarab cho'qim texnikalik nimasi u birdan bir shart emas u hamda har xil bo'lishi kerak bir 40-50% egallash kerak eng aqallisi shu xizmatni uddasidan chiqish kerak uningdan sirt cho'qim odamning xarakteri mijozi shuningga bak muhim deb qarayman shuni men qo'shimcha qilib qo'ymoqchiman rahmat sizning gapingizni tatib oldim Azizcan'ı saqiltib qo'ydik. Endi Azizcan ya sizlarning tajribangizni anglab shunday xush bo'ldik. Tafsili mikrofonni yetitay. Vamos gap qilib solaman. Shu menmu shu o'qish kelgandiki maktabda o'qishni bitiriblam aslida meningmi shu yuqori o'rlab o'qish orzularim batdi shundan keyin shu yana turmush hayot yana boshqa sabablar tufayli xizmat yo'lidan topdim
şu xizmat prosti chiqib bilibman. Shuningdek keyin endi shu Shvetsiyadagi endi mush o'zining qilayotgan sohasida yaxshi oldin qatorda turadigan texnik shirkatlar, bu ig'ir sanoat mashinalarini tadqiq qilib ishlab chiqarish ya bo'lmasa telekom asboblarini ularni tadqiq qilib bozor silish, mumkin mush avtomatlashtirish sohasida bir shirkat hamda hozirgi ishlab kelganlarning hammasi private shaxsiy shirkatlar ham public company deydi, ommaviy shirkatlar nimaga chiqqan, qaychak bozorga chiqqan shunday shirkatlarni research and development R&D organization shulardan tadqiqot guruhiga kirib development qilish, ma'lum bir product mahsulotni ishlab chiqarib tadqiqot bozorga solmoqchi bo'lsa, shuni davomli yaxshilab turish, bu yumshoq detal sohasida kontrol qilish deymiz. Endi men bu temani tushunib qilishimdan Yevropada ishlash yo'llari men bir ish ko'rish shiddatli azroq narsa tayyorlab oddiy qilibman. Endi shu o'zimning boshdan kechirgan, endi o'zimningki biladiganlarni azroq bir qisqacha yig'inchoqlab bir so'zlab beraylik, shuningga azroq tayyorlik qildim. Endi shuni bir netsam endi mana bir she'r qilay, sharing is okay. Endi mening so'zlamoqchi bo'lganimda bu asosan bu xizmat tepish yo'llari shu to'g'rida, endi bu asosan nuqullarda bu birisi xizmat topmoqchi bo'lsa qanday yo'llari bor, qanday usullar bor, shuni bir niqulay deb tushuntiray deb muvaffaq ko'rdim. Endi men birinchi qitimda so'zlaydigan nima desa, bu asosan shu qaysi kasbni o'qigan bo'lsin, tabiiy fan bo'lamdi, ijtimoiy fan sohasi bo'lamdi, asosan mening hozir nimqalarim bu o'qish bitirib bo'lgan, oliy maktabni yoki bo'lmasa magistrlikni yoki bo'lmasa doktorlik, doktorashlik bo'lamdi, mushtal hammasini bitirib bo'lib, bu inglizcha yaxshi o'zining xizmat kasbiy sohasidan o'zidan chiqa oladigan holati bo'lib, o'sha yerda xizmat izlash, bu boshqa shirkatlardan bo'lamdi, kompaniyadamiz, lekin universitetlardan yoki bo'lmasa tadqiqot organlari yoki turayotgan davlatniki, qaysi davlat turayotgan bo'lsa, andan keyin boshqa organization deymiz, boshqa shu ijtimoiy fan sohasida bo'lsin, tabiiy fan sohasida bo'lsin, har xil nimalar bor, bu nuqullarda shirkatlar yoki bo'lmasa tadqiqot o'rinlari emas, shu ma'lum narsalarga mas'ul organlar bo'lar ekan. Shunday yerda qanday nima qilishimiz, xizmat izlash usullari. Endi buningda asosan shu turayotgan davlatga nisbatan xizmat tajribasiz bo'lmagan holatda bu klassik holda shu o'zi qiziqqan o'rinlarni endi to'pni izlab tepib, shularga o'zining CV'sini, qilgan ishlarini shuni tafsili endi tayyor bo'ladi, endi xizmat izlagan odamlar. Shularni avatib nurg'un yerlarga, endi shular bilan aloqalashib qaysi javob bersa, qaysi muvofiq kelsa, shu o'zining qiziqqan qaysi shirkatlar, universitetlar bilan ishlar intervyuga yuz ko'rishga chaqirib, shu yerda o'zining iqtidorini shularga, shu xizmat bermoqchi bo'lgan o'rinlarga o'zining nima qila oladiganligini bildira olsa, andan keyin bu birinchi qatimliq sinovdan o'tadi. Andan keyin bular odatda shu guruhninki asosan mas'ul xodimlar bilan ko'rishadi birinchi qatimda. Shundan keyin agar bu birinchi qatimliq muvaffaqiyat bo'ldi deganda, andan keyin bular shu qaysi guruhga odam qabul qilmoqchi bo'lsa, shu guruhdagi odamlar bilan texnikalik bo'lamdi yoki bo'lmasa boshqa sohada bo'lamdi, shu guruhga mos kelamdi, kamamdi, shu guruhda boshqalar bilan birga ishlayoladi. Shuni asos qilib turib, shu guruhdagi odamlar bilan bir qatim yuz turani ko'rishtirdi. Agar
Onun da muvaffaq ko'rgan bo'lsa, bu menejerlar qo'l ostidagi nimalarda havol qildi. Asla qanday nima qildinglar, his qildinglar degandek nimalarni hamda mana shu xizmat degan odamningki nimasi mos kelamdi, kamam ashlarni bir o'zininki shu guruhning odamlarininki his qilganlarining bir fikrini anglab bakkandan keyin anandan keyin agar u muvaffaq ko'rilgan bo'lsa, 3-qadamdan nimalarni abiyam deb ketdik shu shirkatlarningki maxsus odamlarni boshqarish human resources deymiz, shu o'rga nimasi bo'lsa, asosan hozir ko'pincha shirkatlar bunday qomidi hamda shunday organ shular bilan ko'rishtirib boqarkan, praktikal nimalarni so'rab deymiz o'zining shu odamni bir qisqagina abiyam varisifani deb o'tdi, eng oxirgi qatim kelganda shu nuqtada o'ziningki bir azroq ketkazib qo'ygan yerlarni shundoq bosqichlarni bosib o'tgandan keyin bu ya bo'ldi ya bo'lmaydi deb bo'ladigan. Ham bu birinchi nimalikda hamda bu klassik hamda bu burundan bu shu o'zi nurg'iyaliga o'zining CV'sini o'zining imkoniyatlarini abat bu ko'l usulda xizmat yapışıyordu. Hamda ikkinchi qadamga kelsa to'xtab bo'lmish bo'lmaydi. Hamda hozirgi bu ma'lumotni bu kuchur jamiyatida bu shu ijtimoiy aloqa to'g'ri nimasida shunda qanday usulda unumli foydalanish hamda abiyam sizlarda o'tib ketganda dedingi bu shu nimadir professional sayt Facebook o'xshashmi LinkedIn deymiz. Bu LinkedIn'da mayli qaysi sohada bo'lsin, tabiiy fan sohasi bo'lsin, ijtimoiy fan sohasi bo'lsin, o'ziningki shu burundan kelgan ishlarini tafsili hamda shu CV'sida yozganda bundan o'ziningki bir materialdan tayyorlab aşağıya chiqarib o'zining bir alayda iqtidori borligini bildira olsa, hamda hozirgi bu ko'pincha shirkatlar bu bu human resource odam izlashni intayin vaqt sarf qilgan vaqt tutgan ish bo'lgandan keyin buni shirkatlarga bu odam izlab yordam beradigan odam topadigan mushtash shirkatlarga havol qildi ekan. Chunki bu ashlaq odam izlab topadigan shirkatlarning qilgan vazifasi nima desa, ular hozirgi jamiyatdagi bu yo'nalishlarni nimaga ehtiyoj bo'lyotidi, qaysi sohalar bekroq eqiyotidi, anaki unga nima shu texnik jihatdan bo'lamdi, kishilik xarakter jihatdan bo'lamdi, shu nimalar lozim bo'ldi, bular yandan tuqudi shular shu to'xtamay buni qilgan ishi nima desa, mushtaq LinkedInda kelganimiz boshqa shu nimalarningki boshqalarning CV'sini ko'rib, lekin ular bilan bevosita aloqalashadi ekan. Ularga xat yozib, mundaq bizga mundaq odam lozim deb qaranglashmaqsaq deb, andan keyin bu orliqdagi shu xizmat izlaguvchilar bu orliqdagi odam izlaydigan shirkat bu bir qitim ko'rish boqadi ekan. Bir soatda ko'rishib, hamma narsani qaranglish boqqan keyin agar bular muvaffaq ko'rsa, shundan keyin bu shirkatlarga shaxsiy bo'lamdi, odatki mustaq qanday shirkat bo'lsa, shularning nimalarga shu menejerlarga, boshqaruvchilarga, ularga havol qilganlarga shularga deydiganda hamda lekin bu ko'rishishni o'rlashtirdi ekan. Hamda mishadiki bu ish hamda birinchi qatimliq qaraganda bu oson bo'ladi, tez bo'ladi. Birinchi qatimliqda siz CV'larni avat qo'ygandan keyin javob qachon keldi uni uqmaymiz. Ammo ma'noda bu orliqdagi odam havol qilgan odam tepadigan odamlar bu birinchi qatimliq bo'lgandan keyin shirkatlarningki menejerlar bular ishonchli deb qarab buni tezroq fursatni berdi ekan, ko'rishtirish fursati deganligidek. Shundan bilan andan keyin buningda yana shu xizmat izlamoqchi bo'lgan odam bilan bu shirkatningki mas'ul xodimi yoki bo'lmasa R&D manager bo'lamdi yoki bo'lmasa shu boshqa departamentlarning menejerisi buni bilan ko'rishib, amaliy ahvollarni egallab, shirkatni tanishtirib, qanday ishlarni qildi, taraqqiyot qanday, qachon qurildi, kelgusi nishon nima deganligidek ashlarni so'zlab, andan keyin bu xizmat izlaguvchi bo'lgandan bu odamningki orqa ko'rinishini o'qigan, surishtirib, bu nima qilgan, shu shirkatlarga nima
eğer kelalaydı bu şirketinin, bu grubunun terakkiyatı devamlı yana şu paylık bu deş üçün kandak bir özünün bir kişilik yassını koşalaydı. Degendeklerine bu sürüştürüp başta imkandan keyin anılgen eğer bu menajer muvaffak görse şununla anıldan keyin ikinci kıtımdaki bu adette texniklik görüşüşü. Bunun da texniklik görüşüşü degende ya bulması bu da şirketninki bu mesele hal qilish iqtidori bormi yo'qmi shu xizmat izlovchi odamniki. Bularni sinab beqish uchun hal qilishlarni qo'llan deganda birsi qanday bo'ldi desam shu odatda bir masala hal qilish usulini qilamiz o'ylab qanday yo'llarni tanlaydi degandek nima bir imtihon kichik qisqagina bir imtihon yapar ekan. Hozir to'rlarda undaq imtihon nimasini ta'minlab bergan nurg'un shirkatlar bor. Shularga havola qiladigan ular shu xizmat o'zgacha bo'lgan odam shu masalani ya 2 soat ichida ya bo'lmasa 2 kun ichida hal qilib beraman deyotgan qanday usul bo'yicha hal qilib berish hal qilsa bo'ldi endi. Bu birsi ekan. Yana bo'lmasa yana birsi endi shu shirkatninki shu guruhlarninki bir ikki odamlari bu xizmat o'zgachalar bu texniklik sohada qaramish boqadi ekan. Aşağı adıraq kağıtçı neymiş qilgan, qandaq mesela texnik sahasida bo'lsa, mesela IT sahasida yoki bo'lmasa sistemlar sahasida bo'lamdi. Bo'lsa, buni qanday nurg'un nimalar ketadi bilimlar shu o'qish bitgandan tortib hozirgacha xizmat jarayonida egallagan bilimlar bu sistemlarda nimalar lozim bo'ldi. Shularni hammasi xuddi shu shirkatlardagi ishlab yurganlar. Shularni azroq erkin nazar qaranglish boqadi ekan. Qaranglish beqib andan keyin bular shu guruhda ishlaydigan odatli xizmatchilar muvofiq ko'rsa, ular andan keyin bo'ylab shu texnikaniki, personality, shu odamning xarakteri, shu abyamni deb o'tgan bu aloqa, kishilik aloqa, andan keyin pozitsiyasi, xizmat bo'lgan pozitsiyasi. Mushlar maskelamdi, andan keyin bir sohadan yana bir sohaga yo'llanib beqish, soatni o'zgartirib, moslashishchalik iqtidori, mushlarni hamma ular ko'zlaydi ekan. Ham bularni o'n ishni o'zining tajribasi bo'lgandan keyin shu bağlaydiganlar, bağlab andan keyin bular sinoqdan o'tgandan keyin ya bo'ldi ya bo'lmaydi deb o'zining menejerisi bilan qaranglish boqadi ekan. Qaranglish boqdilar, lekin bu odam bizga mos keldi ekan ya bo'lmaydi ekan deb bu qarorni ashlar chiqirdilar. Nima desa, menejerlar odatda qarorni chiqarmay, ular rasmiy qarorni chiqarmay, guruhlardagi shu odatdagi xizmatchilarga huquqni berdi ekan. Bularni nima desam, shu xizmat izlovchi shu guruhda ishlaydigan bo'lgan ekan, eng muhimi oshadiki odamlar bilan bir yaxshi o'tib, shu xizmatni yaxshi ilib ketalamdi. Mabak muhim. Hamda bu menejerlar bilan haftada bir yash, haftada bir paranchiladigan gap, vaqt kelsa bir oyda bir paranchiladigan gap, shuni ular bir ikkinchi muhim nuqta bo'lib qaraldi ekan. Endi yana birisi, endi uchinchisi nuqta bo'lsak, bu xizmat tepishning usuli dedi. Endi shu agar Yevropada yashab baqqallar bo'lsa, endi ma'lum bir manzil xizmat qilib bu yerda ishlab baqqandan keyin xizmat almashtirish o'ylagan bo'lsa, endi bu birisi yaxshi usul bo'ldi ekanda, o'zininki bir kishilik shaxsiy shirkatini qurib chiqish yoki bir shunday bir shaxsiy mulozimat, texnik sohasini ya bo'lmasa ijtimoiy fan sohasida bo'lsa, shunday qilib maqola yozib, sotsial ijtimoiy sohaga oid nimalarni yozib, xalqlarga sotadigan, xalqlarga mulozimat qilib beradigan ashlarni shirkatni qilib, bu bir usul endi shirkatlarga, hukumat organlariga shu qanday qilib shu o'zining shirkatini davomlashtirib ketib, bu endi shirkat uchun, bu o'zi uchun turmushini qamlash, endi maqsad pul tepish qo'yandi bir shirkat qurgandan keyin. Endi shularni elib ketish bu bir yo'l ekan. Andan keyin yana birisi, endi oxirgisi bu sal tasarrufiy, ammo uni yo'q, mumkin bo'lmaydigan ish emas. Agar shu ma'lum bir o'zingiz men bunday ishlarni qila olaman, bunday ishlarni chiqdim yo bo'lmasa tushdim deb, shu sistem oilasida yo bo'lmasa programming yoki bo'lmasa shu kompyuter sohasida ma'lum bir
nuqtaga ma'lum bir o'ringa yetgandan keyin agar o'zingizning bir produktni o'zingiz programma tuzib mahsulot chiqarib uni sotaoladigan nurg'unlagan yerlarga sotaoladigan bir imkoniyat bo'lsa shaxsiy shirkat qurib uni andan keyin shu hamda undaq misollar jiqqa hamda bu eng oxirgisi hamda shu hem o'ziga xizmat yo'li o'zining shirkatigami foydali sharoit andan keyin boshqalarga xizmat berish bu sharoitlarda. Anki yeni bir şey bir noktada unutib qaptiman. Xizmat izlash nimasi yo'li to'g'risida. Ma'u ikkinchida hamki misal networking degan. Alyanslarimiz aytganda bu kishilik aloqa intayin muhim. Adamda ba'zan ma'u shirkatlar shu o'zining ichidagi odamlarga deydi ba'zan biz bunday odam bunday tarafdagi texnikalar yolg'on boshqa odam lazım tunishinglar bo'lsa damla bizga tunishtiringlar deydigan. Endi bu yerda uchuqum sening tunishing bo'lsa odamingiz deydigan gap emaskan, lekin ma tunishning kim shirkat ishlab turgan xizmatchilarning tunishi endi bir ishonchlik bo'ldi ekan. Bu shu shirkatga nisbatan. Shunga bular endi tunishlarning tunishlarini ko'rishib bakib agar rasmiy muvofiq ko'rsa bularga fursatni beradi ekan. Uningda ma'lum odatki odam tepish shirkatlarga chiqim qildigan nurg'unlagan iqtisodiy ham shirkat saqlanib qoldi. Bu bir xizmat tepish usul ekan. Mening unda o'sda deydiganim tugayapti. Rahmat Azizjon, nihoyat yaxshi temalarga to'xtaldingiz. Bo'libmi shu sotsial mediadagi mayli savdo sohasida bo'lgan LinkedIn bo'lsin va yoki boshqa sotsial mediada bo'lsin, bu kandidatlarninki shu maxsus social media profilni bir qator tekshirib chiqadigan bir narsa bor. internet unutib qolmaydi deydigan bir gap bor. Endi bu masalan oddiy yolg'iz bu LinkedInda chiqargan narsalar emas, balkim ba'zan bir social mediada chiqargan bo'lgan fikrlarninki xizmat tepishga qolaysiz bo'lib qolgan ishlar bizning oldimizdan o'tgan ishlar bo'ldi. Masalan, o'ngchi iqimga ergishib, masalan shu haqida sotsial mediada yozgan fikrlar tufaylidan bu odam radikalkan degan sabablar tufaylidan masalan texnik xizmatlar kirmaydigan ishlar. Bumi nihoyatda diqqat qiladigan ishlarning birisi. Andan keyin shu bayda o'tgandek yumshoq iqtidorninki masalan shu chunki biz xizmat qilgan vaqtida odamlar bilan xizmat qilamiz. Aning keyin ba'zan hatto xaridor bilan bevosita aloqa qilishib turib xizmat qiladigan ishlar bo'lib qoladi. Endi ba'zi vaqtda shaxsiy bir qilgan bir og'iz so'zi shirkatga vakillik qiladigan yoki xizmatga o'ringa vakillik qiladigan ishlar bo'lib qoladi. Shuning uchun haqning oldidami o'zini ko'rsatish yoki shirkatga vakillik qilish iqtidorining muhimligini ta'kidlab o'tdingiz. Nihoyat yaxshi suhbat bo'ldi. Rahmat. Suhbatimiz 1 soat 17 minutga qarab qadam qo'yyotdi. Shu bugungi suhbatga qatnashganlar yozning issiqida demay chidab o'ltirmaganlar uchun ko'pdan ko'p rahmat. Agar boshqa bir fikrlar bo'lmasa, shu sotsial media kanalimizga 2 savol tushibdi. Shu savollarga bir javob beraylik. Birsi shu Shveysariya haqida o'tirib qo'yilgan savolga, bu uchur texnik sohasida men boshqa kasbda bakalavriat o'qigan bo'lsam, Shveysariyada shu uchur texnik sohasi xizmat qilish imkoniyati bormi? Endi hamma odamga shu o'zi o'qigan kasbda xizmat qilish nisb bo'lmaydi ekan, ba'zan shaxsiy sabablar, ba'zan shaxsiydan qiziqish sabablari tufaylidan boshqa sohaga kirib xizmat qiladigan ishlar nihoyat ko'p uchraydi. Menimcha boshqa kasb o'qigan bo'lsangizmi, masalan uchur texnik sohasiga kirib xizmat qilish imkoniyati bor. Masalan, men misolga o'tgandek, masalan universitetning matematika kasbida o'qigan bo'lsangiz, uchur texnik shirkatiga kirib masalan data scientist bo'lib masalan ishlash imkoniyatining borligini yoki bo'lmasa texnika taraqqiy qilib ma'lum bir texniklik bilimlarni egallagandan keyin masalan shu sun'iy aql sohasiga kirib ishlayotgan matematikani o'qiganlar nihoyat ko'p masalan. Buna imkoniyat bor. Endi Shveysariyaning ahvoliga kelgan vaqtida xabaringlarda bo'lgandek Shveysariya Yevropa o'rtaq birligiga tava bo'lmaganligi uchun Yevropa o'rtaq birligi bilan ma'lum anglashmalar va
bu qonun Shveysariyada xalq tarafidan belgilangan bo'lganligi uchun 2 yilning oldidagi xalqning qarori bo'yicha chiqqan vaqtida sirtdan kelgan shu yuqori texnik sohasidagi emgak kuchiga ma'lum chek qo'yish deydigan nim bo'lganligi uchun yilda beriladigan samba bizning idorami buninki dadin tortyotidi ma'lum bir sohalarda odam yetishmaganligi uchun Yevropaning Shveysariyaning sirtidan Yevropaning ichidan odam oldiganga qilganligi uchun ma'lum bir sonda cheklab qo'ygan uchun degan odamlarni ololmayotgan ishlar va hatto shu biologiya sohasida shu virus tadqiqotida shu dori ishlab chiqarishda sirtdagi odamlarga ehtiyoji bo'layotgan bo'lsa-mu odam ololmayotgan gap bu bo'lyotdi ammo imkoniyat bor degandagidek raqobat sal kuchli kerak Shveysariyada masalan Google'ga o'xshash Microsoft'ga o'xshash cho'ng shirkatlarniki masalan tadqiqot markazlari va shu yerlarda kelib ishlayotgan dunyoning hamma yeridan kelib ishlayotgan ko'p insonlar bor. Ba'zan ular bilan biz hamkorlashib ishlaymiz. Inglizcha bilsa yetarlik. Shveysariyada 4 xil til bor. Ammo 4 xil tilninki hech qaysisini bilmasangizmi, inglizchani yaxshi bilsangiz xizmat ketgili bo'ladi. Gap hamda shu raqobatning ichida qanchalik fursatimiz borligiga bog'liq. Undan keyin ikkinchi tushgan savol Azizjonga tushibdi. Shvetsiyada shvetscha tilni bilmagan ahvol ostidami uchur texnik sohasida xizmat topqili bo'lamdi ingliz tili bilan degan savolga. Endi bo'ladi. Nima desa Shvetsiyadagi shirkatlarningki, Shvetsiyadagilarningki bu inglizcha ko'pinchisi yaxshi ekan. Andan keyin ko'p shirkatlar bu xalqaro shirkatlar deymiz, yo bo'lmasa shu cho'ng shaharlardagi shirkatlar, bu ma'zur ishlayotgan shirkatlar deyli, xizmat e'loni chiqarsa inglizcha ravon bo'lishi kerak, shuni talab qilamiz. Swedishcha bilish bilmaslik muhim emas deydi. Bilsa teri yaxshi, lekin shu inglizchalar ravon so'zlay olsa, xizmatning ehtiyojidan chiqarsa, mushlar kifoya. Menimcha bu uchur texnikasida shu ingliz tili asosli til, endi masalan 10 yillarning oldida bo'lgan bo'lsa, masalan yanimizda birsi normal turmushda ingliz so'zlab qolgan bo'lsa, bu yerda ingliz so'zlaydigan odam borkan deb qaragan bo'lsak, bugungi kunlikda masalan mening xizmat sharoitimda 5 kun xizmat qilgan bo'lsam 4,5 kun, balki bir yarim kun bir fursat o'z ichimizda bo'lib qolsa, balki germancha gap qilish imkoniyati bo'lamdiki, bo'lmasa biz shu 4,5 kun 5 kundan 4,5 kun ingliz faransiz, chunki bizning guruhda chet eldan kelib ishlayotganlar ko'p bo'lganligi uchun bugungi kunlikda menimcha bu shu inglizcha bilsa o'zining turmushini ilib ketalaydi. Endi xuddi bizga Uyg'urcha so'zlash xo'sh bo'lgan o'xshash, biz Shvetsiyada yashab turib, ya bo'lmasa qaysi davlatda bo'laylik, shu davlatning tilini o'rgansak, ashlarga shuning o'zining tilida so'zlasak, endi ularni xo'sh bo'ldi, bizga bir ashlarning bir madaniyatini azroq o'smaylik, yaxshi yerlarni o'rganib qo'yu degandagidek qilib, endi shirkatlardami Swedishcha, endi inglizcha u muqim talab qilingan bilan, ammo yana shu agar shu 10 odam bir yig'in ochgan bo'lsa, shu yerda birisi inglizcha so'zlaydigan bo'lsa, inglizcha so'zlaydi. Agar hammasi swedish so'zlay olsa, uningda hammasi yana shu o'zining tilida ilib ketadigan gap endi. Bularni inglizchada almashtirganda bevosita ularni qiynaldi. Hamma narsani inglizcha o'rganib ketish bu oson emas swedishlar uchun. Ammo o'zining tilida so'zlay olsa, bularni qo'shilib o'zining tiliga almashib ketadi, yig'inlashib Ama aşağıda bir nima bo'lsa, hozir degandagidek cho'qim ingliz so'zlash nimasi bo'lsa, hamda bevosita ham inglizcha oladi degan gap. Shunchani bilmayman, qanchalik o'sma ishlab, xizmat ishlab yashab ketgan bo'laverdi. Xotirjam bo'lish kerak. Rahmat. Üçüncü savol, Turkiyada o'qigan magistrligimiz Yevropada e'tirof qilinadi. Yevropada doktorlik kirish va o'qish tasmi. Menimcha bu savol sizga bakrak tushadi ekan. Bu nima qaysi davlatniki bo'lsa magistrlik o'qigan odatda unvonlar hisob bo'ladi, chunki doktorlik Yevropada, Fransiyada bu emas, boshqa nurg'un davlatlar, masalan Yevropadagi davlatlarning ko'p qismida shu doktor o'quvchilarni qabul qilgan vaqtda magistrlikda unvoni emas, balkim shu magistrlik qilgandan keyin tadqiqot natijalari bo'ldi emasmi? Undan keyin asosan shunga qaraydi. Shunga uning albatta unvoni vaqti kelganda davlatning
tələbi boyunca isbatlatish kerak, lekin u isbatlatish faqat bir rasmiyat, ya'ni shu haqiqatan unvon shu to'g'ri rasmiy yag'anmi deganni isbotlaydigan narsa, lekin u hargizmi shartga to'shamdi, to'shmamdi degan shartga tushmaydi. Shunga odatda uningdan ansirmasin bo'ldi. Ya'ni magistrlikni qaysi davlatda olgan bo'lsa, bu yerda ham doktorlik qo'yilmas qilsa bo'ladi. Ikkinchisi tarmoqi nima deydi savolninki? Şu magistrligimiz e'tirof qilinamdi, Yevropada doktorlik o'qishga kirish tasmi debdi. Yevropaga o'qishga kirish tasmi degan vaqtimizda fursatlar nihoyat ko'p. Eng muhimi cho'qim shu magistrlik o'qigan jarayondagi albatta natijalarga qaraldi birisi. Lekin yana birisi abim degandek magistrlikdagi tadqiqot temasi nihoyat muhim. Albatta cho'qim shu temani o'xshash temada ishlash talab qilinmaydi, lekin ma'lum bir tadqiqotni boshdan o'tkazgan bo'lish kerak. Mana shunday bir tajriba bo'lishi kerak. Albatta boshqa darslarda ortiq ko'rinish bo'lishi kerak. Andan keyin biz yana bir qatimda mushtaq bir programma tayyorlamoqchi. U programmada maxsus shu Yevropaga kelib o'qish, endi bu qatim xizmat tepish temasida bo'lgan bo'lsa, keyin qatimliq suhbatimizda asosan shu Yevropadagi o'qish fursatlari ustida bir suhbat programmasi uyushtirmoqchi. Unda biz texnik tafsiliy to'xtalishimiz mumkin. Ma'va qarindoshimiz javob qilibdimi? Shveysariya to'g'riliq savol so'ragan, vatanda ingliz tilida o'qigan, bultur 1 yil yumshoq detal sifat tekshirish kasbida tarbiyalanishga qatnashdim debdi. Menimcha 1 yil agar tarbiyalanishga qatnashgan bo'lsangiz, demak ma'lum bir texnikalik asosga ega degan gap. Endi shu yumshoq detallarni shu ishlab chiqarish kirgizishdan burun uningki har xil texnikalik tekshirishlar bo'ladi. Albatta buniki bexatarlik tekshirishi bo'libmi, yo'chiq bormi, yo'qmi. Uning keyindan masalan bir qancha odamlar ishlatgan vaqtida ishlagan bilan masalan 1000 odam yoki 10,000 odam ishlatgan vaqtida ishlamdi degandek nurxun testlar bo'ladi, penetration test, loss test degandek har xil tekshirishlar. Menimcha demakchi bo'lganingiz ashi bo'lsa kerak. Agar u sohada bir mezgil o'qigan bo'lsangiz, menimcha mümkünçilik bor degan gap. Chunki shu masalan bizningki shirkatninki nimasini misolga olgan vaqtida masalan men shu UBS Credit Suisse degandek donliq banklarninki ishlatayotgan yumshoq detallarni qattiq bir tekshirishlardan o'tkazadigan menda bir ishlar bo'ldi. Maxsus shuni qiladigan bo'limlar bor. Masalan shunday bir organlarga kirib masalan xizmat qilish imkoniyati bo'lishi mumkin. Qo'shim chiqib qo'yay. Ben bir qo'shim chiqib qo'yay. Sizning hozir deganingizdek, masalan, bizning guruhni misolga olsak, bizning shu nima guruhda 8 odam bor, shuning mas'ul. Shuning ichida bir aylan maxsus shu biz ishlatadigan usulning nimasini tekshirish, sinash, shuningga mas'ul. Biz ham da xaridorlar ishlatishdan burun yana 4 xil o'xshamagan muhitni tekshiramiz. Shu qadam-qadam tekshirishdan o'tganda uningdan keyin shu achievetimizda butun dunyoga ishlatishga. Shuningdan burun shu maxsus bir xodim shu tekshirish, sinash ishlarini qildi. U bexatarlikdan ayrim, bexatarlikni tekshirganda u ayrim bir guruh bo'ldi. So'ngroq o'rinlarning shu sinash, shuningga maxsus bir xodimlar bo'ldi. Balki ma'lum qarindoshimiz o'qigan kasb shu bo'lish kerak deb qildim. Uni cho'qim umid bor. Qat'iy bo'shashmay shu o'xshamagan shirkatlarda shu o'zining tajribasini o'qigan kasbini qilsa cho'qim xizmat topa oladi. Endi men bir ishga so'z qo'shib qo'ysam, mishada o'zining o'qigan, burungi o'qigan narsalarmi muhim, lekin bir odamda abiyamni tushirgan deb bitdi, davomli turda o'ginib turish, o'zini yanglab turish, o'zini to'plab turish degandek. Endi bu musada o'zining CV'li ortiq bo'sh qolmasligi kerak birinchisi. Andan keyin shu o'zi xizmat topmoqchi bo'lgan sohada davomli izlanib turib, davomli bir narsalarni o'rganib turib, shu xizmat ishlaydigan yer uchun nima ish bera olayman, qanday naf yetkazib bera olayman, ashlar mendan qanday foydalanib, shu o'zining yagona shirkat bo'lamdi, yagona bir organ, tadqiqot organlari bo'lamdi, o'zining ashadagi nimalarniki
ishlarni qanday yurishtirib oldi ilgirlab ketalaydi mushuni bildirilish kerak endi bu mashada hayat hamda bir o'g'inish musofasi mushuni ashlag'imi bildirilish kerak ham o'zining moslashchanligini bir saatdan yeni bir saatga hamda o'qish cho'qim o'qigan kasbida xizmat tepish xizmat ishlayman bir umr ishlab ketaman deydigan undaq narsa yo'q hozir ama şunu asas qilib turib shu yeni bir sohaga qanday moslashish suratda moslashish ana keyin ashlarninki guruhga ketilib ketish ham shular bak muhim. Rahmat. Başqa savollar yo'qkan, suhbatimiz 1 soat 30 minut qarab ketyapti. Biz asli 1 soatni nima qilgan. Ama hakikaten endi birsiga Yevropaninki ichida 20 necha 30 ga yaqin davlat va anan keyin o'xshamagan kasblar, o'xshamagan soatlar endi bu temada suhbatlashsak bu suhbatimiz tugamaydi. Vaqt sababi bilan issiqda chidab o'tirib berganlar uchun ko'pdan ko'p rahmat. Bundan jiq uzatib o'tmayli. Men shu akademiyaninki email adresi bilan Torbetninki adresini ekranga chiqarib qo'ydim. Bugungi qilgan suhbatlarimiz haqida qanday fikringlar bo'lsa, mayli pozitiv, mayli negativ nimalarlar bo'lsa, yoki keyingi suhbatlarimizda sizlar anglashga qiziqadigan temalar bo'lsa, bizga shu email orqali yoki bo'lmasa sotsial media kanallarimiz orqali bizga uchur yo'llasanglar, biz bu vaqtda bir nima plan qilsak bo'ladi. Abay doktor Memtimin Abbas deb o'tgandagidek bu birinchi qatimliq suhbatimiz, ikkinchi qatimliq suhbatimiz shu Yevropadagi o'qish fursatlari haqida bo'ladi. O'xshamagan sohalardagi qarindoshlarimiz qatnashadi. Bizningki Oxforddagi doktor Barat bugun asli programmamizningki riyosatchisi edi, ammo zukamdab qilish sabab tufaylidan bugungi programmamizda qatnasholmay qoldi. Keyingi qatimliq programmamizda doktor Baratni qatnashadi. Doktor Memtimin Abbas va shunga o'xshash shu akademik sohalarda xizmat qilayotgan tadqiqotchilarimiz keyingi qatimliq suhbat programmalarida mush sohalardagi savollaringlar bo'lsa javob qiladi, ham shundaqla o'zining tajribalarini asosida bir qism tanishtirishlarni qiladi. Agar bu vaqtda fikrlaringlar bo'lsa, shu suhbat boshlanishdan burun email adresimizga yoki sotsial media kanallarimiz orqali bizlar aloqalashsanglar xo'sh bo'lamiz. Bugungi suhbatimiz mushavichi bo'ladi hamsa. Hammalarga ko'pdan ko'p rahmat. Vaqt chiqarib qatnashmaganlarga ham shundaqla sotsial media kanallarimiz orqali bizning suhbatimizga qatnashib qo'yinglar. Omon bo'linglar.